Shokoladlarim. Bugun bilasizlarmi? Ikkita kuyov bolani yo'li-joyli bo'ldik. Badara qildik. Endi mana o'sha sarfga energiyalarni qaytarib keladi joyiga. Boplappanmi? Dam olib turinglar, bolalar. Ayniqsa uylanmaganlar vaqtida damda olinglar. Men hozir kuch to'plab, ertadan boshlayman yana. Bag'dodda 2004lar trendda hali ham. Bugun Bag'dodda xizmatdamiz. Bag'dodda 2 seriya bo'ladi to'ylar, bilsalaringiz, agar xabarlaringiz bo'lsa. Birinchi seriyasida kuyov bola kuyovnagarga borib, bitta bazmni qilib, o'tirib, haliginday deganda, ukamiz kayfiyatlar qalay? Instagramda ko'rib, mana havas qilib, xudo xolasa mana bugun o'sha kun keldi endi. Nechinchi yilsiz ukam? 2004. To'g'ri, chesmi? 2004. Ukam kayfiyat. Kayfiyatlar qalay? 2004lar olmay eplab bo'lmayapti aka, haqiqatda ham. Akamiz bugun mana birga xizmatdalar, xudo xolasa. Shu bolani badara qilishda birga bo'lib, xudo xolasa. Bitta zo'r tilak bo'lsin, jigarim. Do'stim, hamisha vaqt qilaman. Eng yomon kuning shunday bo'lsin. Birinchisi o'g'il bo'lsin. Malades. Ukam baxtli bo'lsin. Ilohi. Baxtli bo'ling ukam. To'ylaringizda ham xizmat qilgandek, raddomlaringizda ham xudo xolasa xizmat qilaylik shunaqa qilib, qator qilib. Ukaxonlar ham Bag'dodda eplab bo'lmayapti. Mana ikkisi seriyadan to'y qilib yurishyapti. Shunaqa qilib yuribmiz. Uni kechgacha xizmat qilib. Sog' bo'laverasizlar. Gulli ochilgan. Endi haqiqiy kuyov bo'la bo'ldingiz endi mana. Kuyovna katta endi mana hozir kelinni olamiz borib. Keyin fotosessiya. Fotosessiyadan keyin uyga tashlaymiz. Men endi o'ziga keldi kuyov bola, hali prostoy garajdan kiyimda chiqdim. Mana endi kuyov bolani kiyimida chiqib, xudo xolasa. Ikkinchi qismi endi mana davom etyapti. Kuzatib boring. Assalomu alaykum. Bo'ydojonlarim, safarda yurgan, alarda yurgan bo'ydojonlarim, qalaysizlar? Bugun mana yana bitta tongda qarshi oldik. Yaqin qolyapti endi to'yga, yana bir kun minus bo'ldimi? Bitta ukaxonimiz menga aytdi, aka, nimaga Instagramingiz bunaqa rivojlanib ketyapti? Nimalar qilyapsiz? Pul sarflayapsizmi bu deydi. Dedim, ukajonim, qarang, mana shunaqa chiroyli yuzga 1 kilodan qoshlarimga hamma like podpiska bosaveradida dedim. Rostmi shu yo'qmi? Albatta bu hazil. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mehribonlarim, safarda yurgan bo'ydoqjonlarim. Bo'ydoqlik abadiy emas. Bugun kelib uylanasiz. Tushundingizmi? O'zim xudo xolasa xizmatda bo'laman. Taraqatri qummadan qarz qilib o'tkazib yuboramizda to'ylarni ham xudo xolasa. Bo'ydoqlar omalekim boru. Mana shu. Bitta qiz o'tib ketsa ham shunday qilib ne qilib qarayapsizlarmi? Mayli. Sizlardan kulish bas. Bu sizlarga motivatsiya uylanishga. Tushundilaringizmi? Mana chiroyli mashinalarni olib kelib qo'yib, mashina qilib, chiroyli qilib xizmatlar qilish motivatsiya. Bu degani ertalab bo'lganman, tarang, uylan uka deb o'tirmayman-ku. Mashina qilib motivatsiya qilyapman, xudo xolasa. To'yizda shunaqa xizmat qilaylik. Ukaxonlar, endi uylanganlar raddomini kutib o'tiribman hozir. Yaqin qoldi deb. Tinch bo'lasizlar, kuzatib boringlar, sizlarga rahmat, hammalaringizni mehrlaringizni his qilib turibman. Xudo xolasa to'y va yana to'y.